Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. O'rtoqlar, bugun kartamga savolim. Aqlingizdagi insoningiz bilan haftalar o'tdi, oylar o'tdi, balki kunlar, endi yillar o'tdi demayman-ku, uzoq oylar o'tdi. Hali ham yarashuv yo'q sizlarda. Aqlingizdagi insoningiz nima o'ylayapti bu haqida ketdik o'rtoqlar. Eslatib o'taman, energiya qilganligi bu rastqadim borsin, niyat qildim. Общий рассказ, ya'ni личный o'chirim uchun WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi menga. Bu общий рассказ eslatib o'tayda. Ketdik. 5 tadan oldim. O'rtoqlar, avvalambor bu yerda bilasizmi? Shunaqangi bir pozitsiya, shunaqangi bir hodisa chiqyaptiki, aqlingizdagi insoningiz sizga befarq emas. Sizni qayerlardandir kuzatuvi ko'proq chiqyapti. Agarda internet tarmoqlarida bo'lsangiz, internet tarmoqlarida, ya'ni sizni balki qandaydir boshqa akkauntlardami yoki qandaydir boshqa bir insonlar orqasidami, ya'ni qisqa qilib aytganda siz nazoratdasiz, baribir ham kuzatiluvdasiz. Aqlingizdagi insoningiz xuddi tashqaridan befarq yokida bo'ldi, уже undan umid qilmasam ham bo'ladi degan bir vaziyatda chiqyapsiz, lekin yo'q. Bu yerda bilasizmi, aqlingizdagi insoningiz birinchidan sizdan yaxshi ko'rishi, ikkinchidan sizlarda уже bo'ldi, tugadi. Yo'q, unaqa narsa chiqmayapti. Kartalaringizda sizlarni munosabatinglar yokida sevgilar va hokazo davom etishi chiqyapti. Lekin hozirda aqlingizdagi insoningizda juda ham katta bir muammo chiqyapti. Agarda hozir suhbatinglar yo'q bo'lsa, endi xabaringiz yo'qdir-da, lekin kartalar shuni aytayaptiki, aqlingizdagi insoningizda bir muammo bo'lyapti. Finans borasida, ya'ni pul degani. Pul borasida yokida qandaydir nimadir olmoqchimi, uymi, mashinamida, bu krupniroq narsa. O'shanga balki pul ancha yillardan beri yig'ib kelayotgan bo'lsa, yig'ilmayaptimi, yokida qandaydir oila a'zolarida kimdir qandaydir kasal bo'lgan bo'lsa, o'shanga moddiy taraflama yordam berayotgani og'irroq bo'lyaptimi, ya'ni og'ir kelyaptimi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, ozgina finans tomonlama sal bo'shroq chiqdi. Shunga yuragi siqilgan, butun vnimaniyalari, e'tibor o'sha yo'qotilgan pulni o'rnini to'ldirish bo'lyapti-da. Siz bilan yarashuvi va sizga aloqaga chiqishi shunga cho'zilyapti. Kartalar shuni aytayapti. Tushuntira oldimmi? Qizlar. Tak, yarashuv bo'ladi, yo'q, cho'tka yasni chiqyapti, bo'ladi. Lekin bu safar bilasizmi, agar turmushga chiqmagan parichka bo'lsangiz yokida bu safar savchi, pataxa shunga o'xshagan narsa bilan keladi. Agar birga yashayotgan parichka bo'lsangiz, oldingizga qimmatbaho bir podarka, sovg'a bilan kelishi chiqyapti.